Oktagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda aqranalar ham chekkaga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" bu yoqda turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda Можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborarmandan bular, balki meni o'zimni bir yoqlik qilib yuborar, yop-yop qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Endi bugungisi oshib ketdi. Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan to'g'risi. Hammasini po fakt o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Oktagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilib yuborishi